rahmat. Hamma yaxshi yetib kelib oldimi? Salomatligimiz yaxshimi? Unday bo'lsa juda ham yaxshi. Demak, barcha darsga tayyor, hamma sog'u salomat. Unda darsni boshlaymiz. Barchangizga omad. Demak, birinchi soat darsimizni she'rlarimiz bilan boshlaymiz. Bizlar bugun barkamol avlod yoqtiramiz mehnat qilishni. Menga kitob berar ilm ziyoni, kitoblar tanidim butun dunyoni. Mening orzuyimdir bilaman olim, mening qo'limdadir kelajak olam. Orzuyim bo'lmoqlik ustoz muallim, dajji bolalarga bermoqlik ta'lim. Quruvchi bo'laman, uylar quraman, buyuk O'zbekistonda baxtli yuraman. Ijodim komildir, farzandman suyuk, o'tmishim buyukdir, kelajak buyuk. Barakalla bolajonlarim, bugun kayfiyatlar juda ham a'lo ekani. Demak, darsimiz boshida kun shiorimizni eslab olamiz. Qo'llarimizga ruchkalarimizni oldik. Shiorimiz Ruchka bilan biz albatta orzularga yetamiz. Oddiygina qog'oz bilan dunyoni zabt etamiz. rahmat. Demak, darsni boshlashdan avval bolajonlar, kelinglar vatan haqida suhbatlashamiz. Bizning vatanimiz qayer? O'zbekiston. Men vatanni o'ylasam har doim Muhammad Yusufni ushbu misralari yodimga keladi. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim. O'zim xoqon, o'zim sulton, sen taxt Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deymi? Topingan koshonam deymi? O'zing mening ulug'lardan ulug'imsan vatanim. Kelinglar bolajonlar, biz vatanimizga muhabbatimizni boshqa tillarda aks ettiramiz. Qani kim qaysi tilda men O'zbekistonimni, vatanimni sevaman deb ayta oladi? Marhamat, Temurbek. Я говорю по-русски. Меня национальный русский. Я живу в O'zbekistonda. Juda ham yaxshi. Yana kim? Mumtoza begim. I love my Uzbekistan very much. Juda ham yaxshi. Yana kim? Davudbek? Bosh tilida. Hop. Vatanim O'zbekiston, men O'zbekistondan juda nafratim. Juda ham yaxshi. Yana kim? Omadbek? Turk tilida. Mening vatanim O'zbekiston, vatanimni çok seviyorum. Juda ham yaxshi. Ofaring. Bolajonlar, kelinglar bir kichik tajriba o'tkazamiz. Hozir men qog'ozga so'z yozaman. Shu tajribamiz orqali qanday so'z ekanligini bilib olamiz. Demak, so'zni limonni suvida yozaman. Ana endi buni ozgina quritib olamiz. Va mana bu shamimizga olov yoqamiz. Ushbu qog'ozimizni sham yorug'iga tutamiz. Qarang bolajonlar, qanday so'z aks etdi? Vatan so'zi aks etdi. Vatan so'zini xuddi shunday qalblarimizga jo qilish bizning vazifamizdir. Demak, matematika darsini boshlaymiz. Darsimiz avvalida kelinglar mavzularimizni mustahkamlab olamiz o'yin orqali. Demak, uchala qator uchun bulutchalarimiz tayyor. Bu bulutchalarimizdan yomg'irlar yog'dirishimiz kerak. O'yinimiz shart shundan iboratki, ko'ryapsiz, bulutlarimizda sonlar turibdi. 480, 360 hamda 520 sonlari. Sizlar tomchilar orqali qo'shib yoki ayirib shu sonlarni hosil qilishingiz kerak. O'yin sharti tushunarlimi? Unday bo'lsa, boshladik.
Aziz bolajonlar, o'zingizga ko'rinib turibdiki, mana ushbu shartimizni g'olibi 3-qatori 3-guruhni g'olib deb e'lon qilamiz. Sababi bularning bulutlaridan yomg'irlar ko'proq yog'di. Demak, darsimiz tabiiy fan. Bugungi mavzuyimiz tejamkorlik. Demak, bugun sizlar bilan suvni tejash haqida gaplashamiz. Kelinglar birgalikda avval suvning yoqimli ovozini eshitib olsak. Dunyoda eng chiroyli, eng shirin ovozlardan biri bu suvning ovozi. Lekin bugungi kunga kelib global muammoga aylanyapti. Suvni yo'qolishi. Bilasizlar, tabiatda suvimiz ikki xil. Iste'molga yaroqli suvlarimiz bor hamda daryo va okeanlarning suvlari, sho'r suvlar bor. Hozir shuni sizlarga tajriba orqali ko'rsatib bermoqchiman. Qarang bolajonlar, yonimda ikkita idish turibdi. Biri katta, biri kichkina. Har ikkisiga ham men suv quyaman. Mana katta idishga quydim, endi kichkina idishga ozroq quyaman. Sababini hozir sizga tushuntirib beraman. Ana endi mana bu suvi ko'proq katta idishimizga tuz solaman. Demak, bolajonlar, bu qanday suv? Sho'r suv. Bunisi kuchuk suv, ya'ni iste'molga yaroqli suv. Mana bu suvdan foydalana olamizmi? Yo'q, foydalana olmaymiz. Demak, o'zimiz foydalanadigan suvdan hozir dars jarayonida sizga foydalanib ko'rsataman. Qarang bolajonlar, bu iste'molga yaroqli suvni qo'limga oldim. Men bundan foydalanmoqchiman. Demak, bu suv orqali mashina yuvdim. Suvni yarmini ishlatib oldim. Atrofni ozoda saqlash uchun shlyanka orqali bu suvda ko'p miqdorda atrofga suv sepdim. Shu suv orqali men nima qildim? Idishlarimni, boshqa narsalarni keragidan ortiq miqdorda ishlatib yuvdim. E'tibor bermay qolibman, uyimdagi iste'molga yaroqli suvning krani ochiq qolibdi. Demak, anchagina suv isrof bo'libdi. Qarang, idishimizda suv qoldimi? Yo'q. Men hozir to'g'ri ish qildimmi? Yo'q. Demak, bu tajribam orqali bolajonlar nima demoqchiman? Bugungi kunda iste'mol suvimiz miqdori ozayib ketayotganligi sababli buni kelajakka suvni yetkazish bizning vazifamiz. Demak, ochiq qolgan kranlarni berkitishimiz kerak. Har bitta suvdan unumli foydalanishimiz kerak. Bu narsa hech qachon yodimizdan ko'tarilmasin. Chunki dunyoni biz qutqaramiz. Bolajonlar, qo'limga e'tibor bersangiz, mening qo'limda ikkita hamrohim turibdi. Biri kitob, biri telefon. Ana endi sizga savol. Telefonning qanday foydali tomonlari bor? Demak, Mo'minaxon, Yaqinlarimiz bilan gaplashamiz. juda ham yaxshi. Zaynobiddin, Ob-havoni ko'rsak bo'ladi. juda ham yaxshi. Bolajonlar, foydali tomonini bildik. Kelinglar endi zararli tomonini tajriba orqali o'rganamiz. Mustafobek, keling, yordam berasiz. Mana bu kitob. Kitobni qarang, o'qing. Ana endi telefondagi matnni beraman sizga. Buni o'qing. Telefonni yorug'ini ko'tarib qo'yganman. Buni sababini hozir tushuntiraman. O'qib bo'ldingizmi? Ana endi yana kitobni o'qing. Mustafobek, sizga savol. Ko'zingizda qanday o'zgarish bo'ldi? Telefondan ko'zimni olib kitobda o'qiganimda biroz ko'zim xiralashdi. Yaxshi, yana? Kitobda o'qigim kelmay qoldi, yaxshi ko'ra olmay qoldim. Juda ham yaxshi. Ko'ryapsizmi? Birinchi marta kitobni o'qiganda ko'z juda ham yaxshi qabul qildi. Telefonni orqasidan kitobga qaraganda qanaqa o'zgarish bo'lganligini do'stimizning o'zi bizga aytib berdi. Ana endi qarang. Bu ko'zga zararli holatini aytdi do'stimiz. Ana endi bundan tashqari bizni vaqtimizni ham o'g'irlaydi bu. Qarang, bizni vaqtimiz bamisoli bir oq qog'oz. Hozir men shu qog'ozni olovga tutsam nimaga aylanadi? Kulga aylanadi. Demak, bizni vaqtimiz ham telefon orqali kulga aylanib bormoqda. Bolajonlar, sizga savol.
Telefonni kim yaratadi? Insonlar. Qanday insonlar yaratadi? Bolajonlar, telefonni kitob o'qigan inson yarata oladi. Telefon o'ynagan inson hech qachon kitobni yoza olmaydi. Shuni esingizdan chiqarmang. Demak, Mustafobek, siz qaysi birini tanlaysiz? Kitobni. Juda ham yaxshi. Demak, kitob bizni kelajakka yetaklovchi omildir. Hammamiz nimani tanlaymiz? Men rahbarlik qilayotgan 34-umumta'lim maktabida salohiyatga ega bo'lgan pedagoglar faoliyat olib boradi. Shu jumladan mana boshlang'ich sinflarda ham juda ham iqtidorli, tajribali ustozlar faoliyat yuritadi. Shularda qatorida boshlang'ich sinf o'qituvchisi Muhammadova Surayyoxon ish faoliyati haqida fikr yuritmoqchiman. Bu ustoz o'zini izlanuvchanligi, ijodkorligi bilan ustozlar orasida ajralib turadi. Ustoz juda ko'p maktabda tashkiliy ishlarda ham faol ishtirok qiladi. Bundan tashqari bu ustozni turli xil ochiq dars mashg'ulotlarini ko'rganman. O'quvchilarini harakatlari, bilimi, faolligi, o'zini izlanuvchanligini bu samarasi deb bilaman. Ustozni kelgusidagi ishlariga ham omad tilayman. Osmonlarda yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering, bola oq qush, oq kabutar, dunyolardan bexabar, yovuzlik topmay xabar, bolaga kitob bering, bola oq qush, oq kabutar, dunyolardan bexabar, yovuzlik topmay xabar, bolaga kitob bering. Hozirgi kunda yurtboshimiz aytganidek, kitobga e'tibor juda ham kuchayib bormoqda. Shuning uchun men ham o'quvchilarim bilan har kuni maktab kutubxonasiga chiqib, yangi kelayotgan kitoblar bilan, o'zimizni milliy ruhda yozilgan kitoblar bilan tanishtirib boraman. Xazinai jahon u. Mening ismim Fotimaxon, bo'lmoqchiman zo'r kitobxon. Ushbu kitob menga hamroh, kitob qisqan erur gumroh. Mening ismim Zaynobizan, kitob bilan do'stman doim, maqsadim bo'lmoqlik olim, kitob ta'lim, kitob ta'lim. Men kitob o'qishga juda ham qiziqaman. Prezidentimiz tomonidan kitobxon yoshlarga berilayotgan e'tibor, rag'batlar meni juda ruhlantiryapti. Darsdan bo'sh bo'lgan vaqtlarimda kutubxonadan kitob olib o'qiyman. O'qiganlarim haqida ustozimga so'zlab beraman. Hozirgi kunda 34-maktabda 4-5 yildan beri kutubxonachi lavozimida ish faoliyatimni olib boraman. Boshlang'ich sinflarimiz juda ham faol, kutubxonaga deyarli har kuni kirib kitoblar olib o'qishadi. Boshlang'ich sinflarida sinf rahbarlarining o'rtasida Muhammad va Surayyo ustozni bilimlari, bilimga chanqoqligi doim hammani lol qoldiradi. O'zini shu yangiliklarga qiziqishi, juda ham ko'p kitob o'qib izlanishlari o'quvchilariga ham ta'sir qiladi va o'quvchilari kunda kitob olishga harakat qilishib kirishadi. Bizni 34-umumiy o'rta ta'lim maktabi Farg'ona viloyati Quva tumani Paxtakor mahalla fuqaro yig'inida joylashgan bo'lib, hozirgi kunda 364 nafar o'quvchi ta'lim tarbiya olib kelmoqda. Maktabimizda 34 nafar o'qituvchi ish faoliyat olib boradi. Shulardan Muhammadova Surayyoxon metod birlashma rahbari bo'lib ishlaydi. Hozirgi kunda o'zini ijodkorligi bilan o'quvchilarga, sheriklariga, yosh avlodga ta'lim tarbiya berib ustoz bo'lib kelmoqda. Ijodkor qizimiz shoira, she'rlari, maqolalari, hatto kitoblari ham chiqqan Surayyoxonda. Bu ustozlarni qancha maqtasak shuncha kam. Nimagaki bolalarga birinchi bo'lib harf o'rgatishadi. Birinchi bo'lib ona so'zini, birinchi bo'lib vatan so'zini shu boshlang'ich sinf o'qituvchilarimiz bolaga singdiradi, bolaga o'rgatadi. Shuning uchun hammasiga men butun ustozlarga sharafli ishlarda rahmat deb, shularning qatorida Surayyoxonga ham rahmat demoqchiman. Sog' bo'linglar. Unar jajji niholchalar bu gulshanning bog'ida. Suv ichadi ta'lim degan bilimlar bulog'ida.
Yangi hayot suratini chizar so'zsiz qalamlar, ul niholga ochar eshik, yangi dunyo olamlar. Kipriklarga ilinadi harflarning shodasi, atrofda esarmayin raqamlar shabbodasi. Ona vatan so'zi bilan o'sadi har zarralar, intiladi har bir qadam, yuksalishdik marralar. Bilim bog'in, mehnat bog'in gullatadi bu ta'lim. U gulshan bog', maktab erur, unda bog'bon muallim. Assalomu alaykum. Men Muhammadova Surayyo Rahmiddin qizi 2015-yildan buyon 34-maktabda o'z faoliyatimni olib boraman. Yurtimizda ta'lim sohasiga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Ustoz murabbiylarga ham, o'quvchi yoshlarga ham bunday imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Shu imkoniyatlardan foydalanib men ham o'z bilimlarimni yanada oshirishga, yuksaltirishga, yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanib dars jarayonini olib borishga harakat qilmoqdaman. Kelajak poydevorlari aynan shu maskanda, ya'ni maktabda yaratiladi. Har bir berilgan saboq, har bir berilgan ta'lim, tarbiya inson kelajagi uchun muhim omil bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun jajji bolajonlarni qo'lidan yetaklab, yaxshi kelajak sari, yaxshi orzular sari qadam tashlashga harakatdaman.